Assalamu alaykum, hürmetli anlıqçılar. Biz bugün Mehmet'in doktor efendim bilen Uygur aileleri sağlamlığını qandaq saqlash kerak degan temada söhbet elib baramiz. Mehmet'in doktor, siz özünüzni qisqacha tunishtirib o'tamsiz? Buldu. Assalamu alaykum qarindoshlar. Men 1991 yılı Xitoyda tibbiy maktabni tugagandan keyin vatanda oldi keyin 6 yil doktorlik qildim. Andan keyin 1999 yılı Kolumbiya Universitetiga bilim oshirish maqsadida kelib shu yerda qilib qolgan. Hozir qadar Kolumbiya Universiteti taxminan 26 yıl tibbiy tadqiqot bilan shug'ullanyapman. Meningki kasbim asosliqi shu o'pka kasalliklar tadqiqoti, ammo shu 2015-16 dan boshlab Uyg'urlarniki psixika ahvoliga ishdan sirt, kasbdan sirt qiziqish sababidan bu jihatda nurg'un izlanishlarni ilib bordim. Andan keyin balkim bir qismlarni xabar olgandagidek 2017-18-19 uda 3 yil men to'rda bir shu ro'y sog'lomlik to'g'risida bir raysinash ilib borgan. Shuningdan keyin hamda shu Uyg'urlarniki ichidagi ro'y sog'lomlik masalalariniki qanchalik ig'irligiga izchil vaqt ajratib izlanib kelganligim uchun bu jihatlarda nurg'un qarindoshlarniki maslahat so'rashlarga javob berib kelyapman. Siz bu ruhiy sog'lomlikni o'zining Keçigen, mening Uyg'urcham ancha yaxshi emas. Men Uyg'urchani chet elda o'rgangan. Shunga ba'zida men Uyg'urcha bilan inglizchani alishib gap qilman. Bo'ldi. Siz bu ruhiy sog'lomlikni o'zining interestini kasbning sirtidagi shu Uyg'urlarniki ahvoli bo'lib vatanda lager boshlangandan keyin ana nurg'un qarindoshlarniki vatan bilan bo'lgan aloqasi tamoman uzilgandan keyin bizda shu ro'y sog'lomlik jihatda ko'z ko'rinarlik bir davolg'ish boshlandi. Shu sababdan men bu jihatda bir ishlar qilish zarur ekan degan maqsadda bu jihatda izlandim. Ham to'rda raysinash ilib berib Uyg'urlarniki shu mujoratga Uyg'urlarniki ro'y sog'lomlik ahvoliga nisbatan bir az to'la bir sonliq ma'lumotlarga erishgan bo'ldim. Bu 2017-18-19 yillari. Endi shu biz bundaq ro'y sog'lomlik davolashni gap qilganda, bu biz Uyg'ur xalqi bundaq ro'y sog'lomlik masalalari ustida so'zlashni yaxshi ko'rmaymiz. Bo'libmi Uyg'ur erlarda biz bu jihatdagi masalalarda yordamga ehtiyoj deyish xuddi cheklagan hukmdek bir nima? To'g'ri. Shu ko'pinchimiz duch kelgan besimlarga qilgan inkosimizni yetarli va yoki yo'liq deb qaraymiz. Agar biz bundaq besimlarga taqobil turish uslub mexanizmlarimizni yetarli yo o'rinli yo yo'llar deb qarab olsak, bu masalaning ustida qanday so'zlasha Albatta bu bizga psixika degan ilmning bu so'zning o'zining qarg'a vaqtidami bizda psixika ilmi bizga chet eldan yangidan kirgan bir hukm. Albatta bizda ro'y sog'lomlik degan narsa bormi desangiz, bu narsa bor. Ammo bu yerdagi shu psixika andan keyin yoki bizdagi xitoycha atalg'u, ya'ni jingshim shu yoki shinli shu deganlarni biz normalda shu ro'y saranglar bilan bog'lab olganligimiz uchun biz uni ro'y sog'lomlikdagi har qanday masalani biz qabul qilishga hozir emas. Yoki chunki buning asosli sababi bu ro'y sog'lomlik masalasi deganni biz saranglar bilan o'zaro bog'lab buni bir xil nomus qildigan, xijil qildigan ishda qarab uchun bu masala kelib chiqqan. Ya'ni bizniki bu ro'y sog'lomlik psixikaga bo'lgan tushunchimiz yetarli bo'lmaganligi uchun bizda bu xil xato qarash paydo bo'lgan deb qarash kerak. Shu, hamsa bu bizning qarashimiz hamsa bundaq bu psixikani bundaq qarashimiz xato.
To'g'ri. Bu asli buningdagi asosli sabab men yuqorida aytgandagidek, buning bo'lgan tushunchaninki to'g'ri bo'lmasligi, ya'ni yetarli tushunish bo'lmaganligi uchun uni bir psixik doktorga ko'rinishni bir xil xijolat yoki ojizlik yoki nomus qildigan ish deb qarab olganligi uchun buni to'liq qabul qilmaymiz. Amaliyotda bizning sog'lomligimiz jismoniy sog'lomlik va ruhiy sog'lomlik o'rtaq tuzilgan sog'lomlik agar birisida chatoq chiqsa, yana birisiga ta'sir qildi. Masalan, bizning putimiz sunib ketdi. Putimiz sunib ketdi degan gap o jismoniy sog'lomlik bu bizning kayfiyatimizga ta'sir qilib, bizning ruhiy holatimizda o'zgarish paydo qiladi. Anadan keyin aksincha bizningki kayfiyatimizda bo'lgan har qanday o'zgarishlar, masalan, qon besimini yuqoriltishi mumkin, yurak kasalini qo'zg'ashi mumkin, hatto miya qon tushishlariga sabab bo'lishi mumkin. Shuningdek bu yerda ruhiy sog'lomlik jismoniy sog'lomlikka ta'sir qildi, jismoniy sog'lomlikmi ruhiy sog'lomlikka ta'sir qildi. Bu yerda ikkisini ayirib etkilik olmaydi. Masalan, deyli biz beşimiz ağrısa, qo'sqimiz ağrısa, hatta bir aniq bir diagnoz qo'yishdan burun biz doktorga berib shu masalaning nima ekanligini aniqlashga tirishimiz. Ammo bizning ruhimizning chatoq chiqqan vaqtimizda, kayfiyatimizning chatoq chiqqan vaqtimizda burunqi nimamizdan oson ochiqlaydigan, oson ranjiydigan, oson yig'laydigan, oson kuldigan bunda o'zgarish bo'lgan vaqtida buning sababi nima deb doktorga berib tekshirishni qabul qilmaymiz yoki undaq bir hukm qalbimiz shakllanmagan. Undaqda nima uchun biz jismoniy kasal bo'lgan vaqtda doktorga boramiz? Hatto kasal bo'lmasning oldida masalan normalda check-up, ya'ni normalda sog'lomlik tekshirish uchun kasal bo'lmasakmi doktorga boramiz. Ammo ruhiy ahvolimizda masala chiqqan vaqtida biz buni qabul qilmaymiz. Buni asosli sababi men yuqorida aytgandagidek bizningki ruhiy sog'lomlikning bir sog'lomlik masala ekanligi, uning jismoniy sog'lomlik ta'siri yetadiganligi, u bir xijil bo'ladigan ish emasligiga biz tonib yetmaganligimizdan buni qabul qilmaymiz. Shu degan gapimiz to'g'ri. Biz bunday ruhiy sog'lomlik gap qilayotganda shu biz saranglar deb anglaymiz. To'g'ri. Shu eng muhimi shu bizniki bu psixik ruhiy sog'lomlikka bo'lgan tonishningki nimasi. Misalan deyli, qon besimi yuqori bo'lgan vaqtida, mengida o'sma bo'lgan vaqtida yoki menga qon tushgan vaqtida nurg'un sabablardan bosh og'rish kelib chiqadi. Ammo bosh og'rish bo'ldi degan gap cho'qim menga qon tushdi, mengida o'sma bor deganlik emas. Shu. Buningizga sizning ro'yingizda ro'y kasal bo'lgan vaqtida ro'yingizdan chatoq chiqadi, lekin kayfiyatingiz buzilgan vaqtda, ro'yingiz buzilgan vaqtda cho'qim sarang deb undaq diagnoz bo'lmaydi. Shuningdek buni shu ahvol, shu binormal ahvol taraqqiy qilib, shu kasalga berishdan burun biz xuddi jismoniy sog'lomlik jihatda check-up qilganga o'xshash, doktorga berib tekshirish qilganga o'xshash buni oldin tabir qilsak, ya'ni oldin shuningki taraqqiy qilishini, ig'irlab ketishini oldini olsak, biz u kasalga taraqqiy qilmaymiz. U bir tarafi, yana bir tarafi bizningki kayfiyatimizda yaxshilanish bo'lishi, masalan, oiladagi ba'zi ziddiyatninki ig'irlik qilishining oldini ola olishimiz mumkin. Shuningdek bu yerda eng muhimi o'zimizning shu masalaga bo'lgan qanday qarashimiz yana. Buni biz to'g'ri qarasak, to'g'ri tushunsak, bu alayda qabul qilib bo'lmaydigan yoki ig'ir masala emas. Ammo biz uni inkor qilib, uni rad qilsak, misal oxirida shu binormal ahvol, kayfiyatimizdagi binormallik taraqqiy qilaversa, bu oxirida rasmiy kasalga taraqqiy qilishi mumkin. Endi biz bunday narsalarni bilsak, bu ahvollarning bo'layotganligi ko'rsatilgan qanday ifodalarga diqqat berishimiz kerak. Buning hamda har qanday odamningki o'ziga nisbatan eng tonishi yana shu odam. Masalanga bu yerda hamda bir kayfiyatninki yoki nimaninki psixik ro'yxatning o'zgarishda miyadan bunda o'zsi lakin binormal bo'ldi, normal bo'ldi deydigan aniq bir chegir yo'q. Albatta Amerika psixolog doktori associationlarniki nurg'un ro'y kasallik larga nisbatan o'lchim bor, standart borchu. Manda yessa, ma kasalga bo'ldi, diagnoz qo'yildi deydigan o'lcham bor. Ammo bu
o'lchamga yetmagan, ya'ni kasalga taraqqiy qilmagan. Dastlabki mezgilda menda oq, mav qor deydigan aniq bir nima yo'q. Ammo mayli bir oilada bo'lsin, shu odamning o'zi yoki oiladagi er ayol ikki taraf bir odamning kayfiyatida o'zgarish bo'lgan vaqtida uni farqatguchi eng yaxshisi shu odamlar o'zi. Men bundaq masalanga burun bunda ishlarga oson ochiqlanmaydim, oson xafa bo'lmaydim, oson ranjimaydim. Asan bunda kayfiyatim unda bo'lmaydi. Nimishqa hozir bunda kayfiyatim asalla o'zgaradi. Nimishqa odatdagi yo'qolan ishlarga nimishqa ochiqlanman, nimishqa xafalayman. Buni eng yaxshisi bilguchi shu odamning o'zi. Bu yerdagi masala nima desa, masalan, xotinning ichida birisi shunday kayfiyat o'zgarish bo'lgan vaqtda qarshi taraf uni asalla bayqay oladi. Ammo qarshi tarafga degan uslub jihatda to'g'ri bo'lmaganligi uchun qarshi taraf uni qabul qilmaydi. Ya menda unda ish yo'q deydi-ku. Unda ish yo'q. Shunlashqa bu yerdagi eng muhim narsa birisi shu shaxsning o'zi kayfiyatidagi o'zgarish. Nima uchun masalan biz tamoq yeb ko'nglimiz ilishsa, yondirsak onun çoxum səbəbini izləb birisi doktordan sorayımız. Onda olğanda keyfiyyatımı oxşashmı, keyfiyyatında özgürüş bo'lib qolsa, nima uchun bu keyfiyyatımda özgürüş bo'ldi deb özgü savol qo'yib beqish. Ya bo'lmasa, qarshi tarafda shunday bir narsa bayqagandan keyin uningga uslub jihatda inkor qilish, rad qilish, undaq bir uslubni qo'llanmay biz yoki bir o'rtaq narsaga tava uslubda, ya'ni yaqindan beri kayfiyatimizning, hammamizning kayfiyatida yaxshi emas, kayfiyatimiz oson ochiqlandiq ashna bo'lib qoldik. Bir psixik doktorga berib ko'nab baqamdiq deb, qarshi tarafga undaq bevosita sen mijozing buzildi demay, biz deb degandan keyin buni ikki taraf qabul qilish oson bo'lishi mumkin. Chunki biz qarshi tarafga bunu senin kayfiyating nayta çataq, sen çoxum doktorga bersan, bu gapni odat normalda qabul qilish har qanday odamga nisbatan oson emas. Uni biz degandan keyin az so'zlik uchunmi o'zini shuning ichiga elib, bizning yaqindan beri kayfiyatimiz toza yaxshi emas, birga berib bir psixik doktorga ko'nab baqamdiq degandagidek bir xil taklif nimisda berilsa, balkim qarshi tarafmi uni asaraq qabul qilishi mumkin. Hamsa shu psixik doktordan sirt, psixik doktordan burun mandaq krisisga aylanib kirishdan burun qandaq bir taraf qila olamdiq ya albatta men hozir deb o'tgan masala shu. Masalan bizningki burunqi mijoz xulqimiz, kayfiyatimiz, ro'y holatimizning qandoqligi o'zimizga, uyimizdagilarga eng aniq, shundaymi? O aniq. Ashtar o'zgarish bo'lgan aman. Uni cho'qim binormallikqa taraqqiy qilib, kasal bo'lishga taraqqiy qilib turishga saqlashning hojati yo'q. Shunda kayfiyatimizda o'zgarish bo'ldi, masalan, oson ochiqlanadigan bo'ldik, oson xafalaydigan bo'ldik. Mesela bir qitim, ikki qitim yuz bersa bu cho'ng masala emas. Agar mush kayfiyatga o'zgarish davomli yuz bersa, bu cho'qim bizni ogohlantirish kerak. Bu shunday taraqqiy qilsa, cho'qim krizis yuz berdi degan narsani biz qabul qilib, shu krizisning yuz berishining oldini olish uchun cho'qim biz doktorga berish kerak. Buningga obiyat men degandagidek ailemizde birisinin şunda ahvallar bayqalgan vaqtida onunğa biraqla qalpaqni kiygizib sen bunda ahval bo'lsa çoxum sen saranglar doktorga bir ko'rinish onda qabul qilmaydi. Uni özünü şunun içine qo'yib, yaqindan biri bizning kayfiyatimiz toz yaxshi emas, psixik doktorga berib ularning yordamiga erishamdik degandagidek, mundaq talaffuzda yaqsa ikki taraf uni yaxshi qabul qila olishi mumkin. Buningdan nurg'un yomon oqibatlarga kelib chiqishni oldini ilishqi bo'ldi deb qarayman. Ya bo'pti. Endi shu davolash ya ruh sog'liq tarafidan yordamni elish degan qanday bo'ldi? Bu yerda biz psixikalik davolash, ruh sog'lomlik davolash degan vaqtida ko'pincha ahvolda jismoniy kasalga o'xshash berib lakiza beshim og'ridi desa, berib lakin bosh og'riq to'g'risidan birini bersa, bir hafta 3-4 kunda gapni saqib qoldi deydigan undaq narsa bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Bu ruh kasalliklarda doğru bilan davolash eng oxirgi bosqich. Ya'ni hech qanday boshqa uslub
qolmagan vaqtida rasmiy kasallik taraqqiy qilgan vaqtida anandan keyin dori bilan davolash. Bu normalda odatda ro'y sog'lomlik masalalarini ko'pinchisi paranglashish. Ya'ni doktorga borgandan keyin doktor uning qirib lakin senda bunda kasal bor ekan yoki bunda deb qalpoqni kiygizish emas. Paranglashish orqali şu adamga o'zining nada xatolashganligini baribir his qildirish. Şunlaşqa buningki psixikalik yordam berish, davolash deganlarniki unumi odatda 2-3 ay, 5-6 ayda ko'rildi. Ammo buning bu şu unumi ko'rilgichilik nurg'un odamlar taqat qilolmaydi. Ya bana doğru vermedi, ya kunde bazen quruq paranglaşıdı deb köpince adamlar onun ahmiyetini düşenmeydi. Çünkü insanların psixik roy altida en tez qabul qildigan yoki qabul qilolmaydigan asallık qabul qilolmaydigan nimanisiniz inkor qilish. Sening haqiqing xato bo'ldi. Buni xatolashibsan. Buni hech qanday adam qabul qilolmaydi. Shunlashqa psixika doktorlari Udilla sen bana hata kıldın, mayat ketkizip koydun demey, işte heptilep paranglaşış jarayonida şu adamның özüge neden ketkizip koyganlığı, neden mesele çıkarganlığını özüge his qildırdı. His qilgandan keyin bu adam bu cihette tengshash ilib bardı. Şunun bilan şu paranglaşış bir neçe ay, 5-6 ay paranglaşış jarayonida bara bu adamninki meselesi hal buldu. Yani ro'y kayfiyatida butunlay o'zgarish bo'ldi. Shunlashqa bu yerda şu bizniki şu siz hozir ishlayotgan şu organninki tonishtirishi bilan nurg'un Uyg'urlar psixik doktorga ko'ringan vaqtida jiqlari davomlashtira olmaydi. Menga inkos qaytarganlarmi bazı şu quruq parağını qilib hech qanday foydasi olmaydi deydi. Bunun da şunlaşqa çoqum bununla kem degende 3 ay bo'lmasa 6 ay doğumlash kerak. Anandan keyin ko'pincha ahvollarda ahvol ig'ir bo'lmasa doğru verdigan ish yo'q. Faqatla paranglashish shu masalaning negizini şu adamga bayqattirish. Shu negizini o'zini masala nereden chiqdi? Shuni bayqattirish orqali şu adamning o'zi ko'nglidan şu meseleni qabul qilib o'ziga tuzashga bir instruction yani yo'l ko'rsatish, yordam qilish. Chunki bu yerda mayli qanday ahvol bo'lsin, doktor faqat bizga yordam qiluvchi. Masalaninki eng oxirisida hal bo'lishi, ya'ni o'zimizga bog'liq degan gap. Shuni biz to'g'ri tushuna olsak, to'g'ri qabul qila olsak, bu psixikalik davolashninki unumi nihoyat yaxshi bo'ldi. Albatta Dora bu en ahırkı yani başka alternatif bo'lmagan vaqtida anadan Dora degan hamda hozir ishlatayotgan shu ro'y kasalliklar ishlatayotgan dorilarning hammasininki nihoyat ig'ir darajalik aks ta'siri va masalan ko'p harakat qiladigan, diqqatini yig'olmaydigan, turolmaydigan undaq nimalarga bergan dorilarniki eng oxirida aks ta'siri tushkunlashtirish. İzvitish yani burun mındaqılıqqa külüp çaq qıldıgan, oyun oynaydigan ballarımı bıraklarken demesine. Şunlaşqa Dora menimce en ağırqı tanlash onun aks ta'sirini aytıcı. Şu siz deganiniz to'g'ri, 100% to'g'ri. Men shu bu psixologa ko'rgan Uyg'urlar bilan gaplashsam, ular menga jiq narsalar deganda birsidagi bir degan narsa degan musafirlikda yashayotgan Uyg'urlarning ahvollarini tushunmaydigan kishilar bizning dardimizni tushunib, bizning masalalarimizni hal qilishga yordam qila olamdi deb so'ragan ba'zi odamlar. Ya albatta hal qila oladi. Bu yerda albatta bizningki ahvolimizda alaydilik bor, uniqueness yani alaydilik bor, ammo insonlik nuqtasidan hammamiz o'xshash. Inson bo'lganlik uchun u doktor u nimani Uyg'urlarni ko'rishdan burun emas, shu ko'rgan vaqtida dardini anglatgan jarayonda tushunadi uni-chi. Chunki men dedim-ku, dastlabda bu kasal psixik doktorga borgandan keyin o'zining berib qo'yish asini dori berib davolaydigan ish yo'q. Suhbat bilan boshlandi. Shu suhbat jarayonida bizga nisbatan eng yaxshi fursat, ya'ni bizning vatandagi bo'lgan ahvolni anglatish, dardimizni anglatish, doktor bilan
o'zaro tushuncha hosil qilish jarayonida anandan keyin doktor bizning ahvolimizga nisbatan bir to'liq bir tushunish yo'lab anandan keyin masalaning nada chiqqanligini bizga his qildira oladi. Shuning bilan buning davolashning unumi bo'ldi. Agar biz şu meselenin nereden çıqqanligini biz özümüz his qılamasak davolashning unumi bo'lmaydi degan gap. Şunu bu yerde insanlık noktasına aytgan vaqtida elbet bizning alayligimiz var, ahvolimizda nurg'un farqlar bor, ammo insanlık noktasına aytgan vaqtda hammaylar o'xshash bo'lganligimiz uchun yana odatda 80-90% ahvolda hamda 100% o'xshash ahvol yo'q. Ammo mesela Amerikada shu psixik ro'y sog'lomlik jihati ilib borgan tadqiqotlarning ichida Suriyaning ko'chmanlari var. Mesela urushdan qochib, oilasini butun vayron qilib kelganlar va Afg'on ko'chmanlari va Iroq urushidan qaytganlar va ahvoli tamoman bizga o'xshamasimi, ammo ko'chmanlar shu oilasida ig'ir darajada vayron bo'lgan ko'chmanlar to'g'risida ilib borgan nurg'un tadqiqotlar bor. Shunlashqa buni hamda 100% o'xshaydi deb ketgil bo'lmasimi, ammo birinchisi biz inson bo'lgan nuqtamizdan, ikkinchisi bizga o'xshash ashuna ko'chman hayoti oilasidan ayrilgan nurg'un o'rnaklar bo'lganligi uchun yanada foydasi bor deb qarashga bo'ldi. Undan boshqa obyatman degandek, agar tushunmasa bizning suhbat jarayonimizda tushuntirishimiz kerak ahvolni. U psixik kasb nuqtasidan bizningki ahvolimizni analiz qilish orqali bu masalaning nereden chiqqanligini doktor bizga his qildirdi. Shuning bilan bizningki davolashimizning unumi bo'ldi degan gap. Shu, ya, shu gaping to'g'ri. Biz degan o'xshmasaqmi, biz hammamiz inson. Musulmon bo'lsaqmi, Uyg'ur bo'lsaqmi, inson. Aqdanlik, qardanlik hammamiz inson. Albatta, misolanga deyli bir adam qatnash vaqasiga uchrab, masalanki, oilasidagilarning hammasini qazo qilib o'zi hayot qoldi, misolanga. U deyil. Yana birisi Iroqda, masalan, bir bomba tushib, misolanga, oilasidagilarning hammasini yo'qotdi, o'zi yolg'iz qolib qoldi. Bu ikki ish nayt cho'ng farqli, shundaymi? Ammo uningki keltirib chiqargan oqibati o'xshib ketadi. Çünkü bu yerde birisi qatnash vaqasi, birisi bomba, ammo ikkilisida bu adamninki en yakın adamı öldü. Özü hayat qaldı. Hayat qalgandan keyin bu o'limni ko'rgan manzara bu adamninki ro'y kayfiyatiga ta'sir qilish darajasida nayt o'xshashlik bor degan gap. Bo'pti. Bek yaxshi tushundingiz bizga. Biz degan shu mundaq narsalarni Uyg'ur xalqiga shu tushuntirishimiz kerak. Ma o psikolog mundaq ruhiy sog'lomlik degan mundaq bir eski narsa emas, sarang narsa emas. Albatta, bu jihatda qildigan ishlarni aytib jiqamda. Buni hozir bizningki leksiya so'zlayotganlar ko'pinchisi andan keyin ingliz tilida bo'ldi. Masalan, tarjimon ishlatgan taqdirdimi, tarjimon shu psixikani yaxshi bilmasa, maqsad aniq tarjima bo'lmaydi-ku. Shunlashqa miyada hozir kasal ko'rayotgan nurg'un amerikalik psixik doktorlarmi tarjimon ishlatishni rad qilishdagi sabab shu. Bu yerda ikki masala bor. Birisi kasalning privacy, ya'ni shaxsiyati. Tarjimon ishlatgandan keyin uchinchi bir shaxsga oshkorlanishi doktorning kasbiy axloqiga uyg'un emas. Ananda ikkinchisi abiyatman degandagidek tarjimon agar psixikadan ait yaxshi savod bo'lmasa, tarjimani tüp-tüzli tarjima qilib qo'ysa, maqsad yana yetilmaydi. Shunlashqa hozir Amerikada Uyg'urlarga psixika jihati yordam berayotgan doktorlarning ko'pinchisi tarjimon ishlatmayman. Chunki privacy, ya'ni shaxsiyatini kapolat qilib olmaydi. Anada leksiya so'zlayotganlarmi ko'pinchisi ingliz so'zlagan bilan, masalan, inglizchani bilish bir masala. Anadaki şu psixik jihati azroq savodi bo'lish yana bir masala. Ko'chadagi bir xalqan bir inglizga apirib psixik so'zlasa, uni tushunmaydi. Ingliz tushungan, til tushungan bilan kasb tushunish yana boshqa bir masala-ku bu. Boshqa bir masala shu. Bu o'qiganlar shu bir narsani o'qisib, birisi til o'xshamaydi. O'xshamaydi albatta. O til bilish bilan hamma masalalar bo'ldi degan gap emas. Shunlashqa bizningki shu Uyg'ur tilidagi psixik doktorlarga nayta ehtiyoji bor-ku. Endi biz bu g'arb dunyoda Uyg'ur doktorlar bor. Shu Uyg'ur psixik doktorlar chiqyapti endi. Avstraliyalarda, Amerikalarda ba'zi bolalar shu psixologiya
ruhiy sog'lomlikni o'qiyotidi. Shumi lekin ular bilan gap qilsamlar ba'zida ular degan biz Uyg'urlar bilan mandaq narsalarni gap qilsak gaplashishimiz yo'q deydi. Biz gap qilsak ular degan bu mandaq adam mandaq dedi, yandaq dedi deb boshqalarga deb qo'ydimki deb mandaq avar qildi, avar bo'ldi. Shundaq deb ishlar chiqadi ba'zilarda. Albatta, chunki doktorlikda davolashda unumga davolash unumga eng kuchli ta'sir qiladigan narsa shu andisha. Chunki bu yerda doktorlikda kasbiy axloq jihatda privacy law Amerikada shaxsiyatini saqlash nimasi qonunga oid kuchlik. Bu jihatda doktorlarning hammasida bu jihat kasbiy axloqga oid kuchlik. Buning asosiy sababimi yana shu agar bemor bilan doktor orasida bir xil o'zaro oid kuchlik bir ishonchi paydo bo'lmasa, har qanday gumon bo'lib qolsa, kasal o'ziniki eng ko'nglidagi gapni demaydi ular. Bir narsalarni yoshirib qoladi-ku. Yoshirib qolgan hozirgi doktorlar bunda tomir tutiblar ekansa, hukm chiqaradigan unda emas-ku. Bular psixikalik ro'y masalalarda bemor nihoyatda samimiy bo'lish kerak. Ich qonini butunlay to'kash kerak-ku. To'kkandan keyin anandan keyin doktor masalaning negizining nima ekanligini analiz qilish orqali tepib, anandan keyin bu bemorga nihoyatda to'g'ri yo'l ko'rsatadi degan gap. Shuning bilan bu davolashning unumi yaxshi bo'ldi. Agar gapning yerimini yoshirib qolsa, masalan, doktorga yetarli ishonchisi bo'lmasa, u vaqtida davolashning unumi yaxshi bo'lmaydi. Shu doktorga yaqin etsak bu hech nima bo'lmaydi. Hech nima davolanmaydi. Endi bu yerda vaqtimizga keldi. Vaqtimiz kelibdi. Shunlashqa bir yerda hozircha bir yerdan to'xtaylik. Bugun kelganingizga ko'p rahmat. Men bilan suhbat edib bag'ingiz uchun ko'p rahmat. Arzimaydi. Bu xil suhbatlarni bundan keyin fursat topqasini qilsak bo'ladi. Inshaalloh. Sizga rahmat.